Diqqat! O'zbekistonda elektr energiyasi narxi 34% ga oshirildi. May oyida O'zbekiston aholisi uchun elektr energiyasi tarifi 34% ga oshirildi. Bu ko'pchilik oilalar uchun sezilarli narx o'sishidir. Qarangki, 2025-yilda qo'shni davlatlarda ham tariflar qimmatlashdi. Mintaqada eng yuqori narx qaysi davlatda? O'zbekistonda kelgusi yillarda tariflar qanday o'zgarishi mumkin? 2016-yil oktyabrda O'zbekistonda aholi 1 kilovatt elektr energiyasi uchun 191 so'mdan to'lay boshlagan. Keyin narxlar ketma-ket oshib bordi. 2017-yil 15-iyuldan 204,3 so'mga, 2018-yil apreldan 228,6 so'mga chiqdi. 2018-yil 16 noyabrdan qiymat 250 so'mga yetkazilgan. Mutasaddilar narx ko'tarilishini elektr ishlab chiqarishda yoqiladigan gaz, mazut va ko'mir qimmatlashgani bilan izohlagan. Keyingi tarif o'sishi 2019-yil 15-avgustda yuz berib, aholi har 1 kilovatt tok uchun 295 so'mdan to'laydigan bo'lgan. 2020-yil bahorida O'zbekistonda koronavirus pandemiyasi avj oldi. Global inqiroz va undan keyingi tiklanish davrida energiya tariflari salkam 5 yil o'zgarmadi. Muzlatilgan narxlar 2024-yil mayidan boshlab keskin eriy boshladi. 2024-yil bahoridan gaz va elektr energiyasi iste'moliga tabaqalashtirilgan tariflar joriy qilindi. Yangi tartib asosida aholi 200 kilovattgacha sarflagan elektr energiyasi uchun imtiyozli tarifda, ijtimoiy normadan oshgan qismiga esa bozor narxida to'lov qilishga o'tdi. Imtiyozli, ya'ni minimal narx birdaniga 450 so'mga chiqdi. Endi narxlar qachon oshadi? 2025-yil 1-maydan Vazirlar Mahkamasining tarif siyosatiga oid 337-sonli qarori kuchga kirdi. Hujjatda elektr energiyasi uchun tasdiqlangan tariflar 2026-yildan boshlab kamida 3 yil o'zgarmasligi belgilangan. 2025-yilning mart oyiga kelib hukumat energetika tariflariga oid yana bir 194-sonli qarorni qabul qildi. Undagi tartib yuqoridagi qaror mazmuniga zid keladi. Ya'ni hujjatda 2026-yil 1-yanvardan e'tiboran elektr narxlari har yili 1-maydan yillik inflyatsiya darajasiga moslab oshirilishi belgilangan.